Bugun esa qanday qilib mutlaqo hamma narsani ochish mumkinligini aytaman. Kichigidan boshlasak, parol, pin kod va grafik kalitlar, ular bilan akkauntlarimizni himoya qilamiz. Yashiradigan narsamiz bor demak. Ammo har doim ham ishonchli parol tanlamaymiz. Eng mashhur parollar haligacha 1 2 3 4 5 6, QWERTY, Password, Star Wars, Solo. Ingliz tilidan uzoq bo'lganlar esa shunchaki Откройся, Отвали yoki shunchaki parol kabilarni tanlashadi. Tug'ilgan kunlar, telefon raqamlar va uy hayvonlari nomlari hali ham mashhur. Pin kodlar orasida top 4lik 1234, 4.0, 1212, 4.7. Grafik kalitlar bilan ahvol quyidagicha. Tugmalarining deyarli yarmi yuqori chap, burchakdan boshlanadi, chapdan o'ngga va yuqoridan pastga o'tadi. Ko'pchilik xavfsiz kalitlar o'rniga chiroylilardan foydalanadi. Biz o'zimiz hakerlarning ishini yengillashtiramiz. Brute Force kabi dasturlarga ehtiyoj qolmasligi mumkin. Har o'yinchi akkauntni oddiygina har xil parollarni terib ochishi mumkin.